Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Kaptan Ibisga bo'lib, bugungi videoda biz Nurlicraft serverida mine qilib pul topamiz. Ya'ni hamma pulimizni Obito Coinbase'ga tayyorlaymiz. Ya'ni shu kanalni egasiga qani bo'lmasam, let's go. Xo'sh, menda kirka bor. Buni qaranglar. To'liq imperator set. Qilich uncha emas-ku. Qanichu. Xo'sh, hozircha esa maqsaddan ketmaymiz. Birinchi navbatda zumrad va olmoslarni taxlab chiqish kerak. Sal qo'tyapti. Hop, endi esa qazishni boshlaymiz. O'zi necha qaziydi bo'lmaydi, nechdan boshlab olamiz. Ana. Ketdi bu yoq. Xo'sh, buni magnetizmi ham bor ekan. Demak, to'lab ketaveramiz. Oxirida esa qancha bo'lganini ko'rsataman. Bu yoqda esa yoqimli musiqa eshittilayman albatta. Nether mine bilan tugatdik. Endi esa oddiy minelarga o'tamiz. Mana bu oddiy mine, lekin to'lanib bitib bo'lgan. Oho, invitlarni. Ana, yana bitta mayli. Uncha qo'lamaganmi deymanda. Ya bitta mayni yangilandi. Qotib qoldi. Nimadir deyapti, mayli. Xo'p do'stlar, sizlar bilan Kaptan Ibisga bo'ldi. Video qisqa bo'lsa ham yoqdi degan umiddaman. Bu aytdim-ku nimadir bo'ladi.
Xo'sh, Cloud Node channel iTunes export server in the config address port firewall channels dollar connect export. Nima bo'ldi shunda hozir? Ha, server o'chibdi. Hech kim yo'q, demak o'chgan. Xo'p do'stlar, sizlar bilan Kaptionni bizga bo'ldi. Xayr, sog' bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like va obuna 100 ta bo'laylik. Stream qilaman.